Somsa o'zi asl tarixi O'rta Osiyoni Eronda paydo bo'lgan. Tarixchi Al-Ahsar yaratgan u somsani. Hozirda butun O'rta Osiyo, Hindiston, barcha davlatlarda har xil nom bilan taraladi, lekin bir xil taom bo'lib hisoblanadi. Endi somsamizni masalliqlarni tayyorlab olamiz. Birinchi bo'lib piyoz to'g'rashdan boshlaymiz. Somsaning turlari juda ham ko'p, lekin sanalmagan. Asosiy tarqalgan somsalar go'shtli, qovoqli, ko'katli somsalar butun hamma yoqda tarqalgan eng asosiy somsalar hisoblanadi. Piyozimiz to'g'ra bo'ldi, endi navbat go'shtga. Go'shtimizni o'rtacha kubik qilib to'g'rab olamiz. Somsalarni faqat tandirda, pechkada tayyorlash usullarini bilaman men hozirda. Go'shtimiz to'g'rab bo'lgandan keyin endi mol yog'ini to'g'rashni boshlaymiz. Mol yog'ini ham mayda kubik qilib to'g'raymiz. Men bu sohaga, somsa tayyorlash sohasiga 10 yildan beri ishlayman. Tayyorlayman, tandirda, pechkada tayyorlab kelganman hozirgacha. Mol yog'imizni ham yetarli miqdorda to'g'rab oldik. Endi buni ham aralashmamizga sovuramiz. Masalliqlarimizni hammasini to'g'rab oldik. Endi bularni aralashtirish uchun tuz, murch, ziravorlarimizni sepib olamiz. Tuz, qora murch, mana endi somsamizga xamir yoyish jarayonini boshlaymiz. Ushlab olamiz. Xamirimiz tekis, chiroyli yoyilishi uchun faqat ko'proq yonini bosishimiz kerak, qattiqroq, o'rtasini yumshoq bosamiz. Xamirimiz yoyib bo'ldi. Endi omoqda yog'imizni surib olamiz. Sekin-sekin endi o'rashni boshlaymiz. Mana xamirimizni tayyorlab oldik. Endi bu xamirni tindirishga olib qo'yamiz. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi bu xamirimizni bo'lib chiqamiz. Tekislab olamiz birinchi. Xamirlarimizni bo'lib oldik. Endi bularni zuvala qilib chiqamiz. Mana zuvolalarimiz tayyor. Endi yoyish jarayoniga o'tamiz. Mana xamirlarimizni yoyib bo'ldik. Bu endi tugishga tayyor. Endi somsamizni boshlaymiz tugish.
Somsamizni mana yopib bo'ldik. Endi 10 minutga dimlashga yopib qo'ydik. Mana somsamiz tayyor. Yoqimli ishtaha.